Ela bugun bir reja tuzgan, har bir yo'lda sevgi tarqatish uchun. Uning markerlari va yopishtiruvchisi bor. Do'stlari uchun kartalar tayyorlash, shu bo'ladi uning ishi. U yorqin ranglarni tanlaydi, qizil va sariq, ko'k va oq, stikerlar, yaltirash va ba'zi bog'lar. Elaning ijodkorligi doimiy ravishda o'sib bormoqda. Ela sevgi bilan kartalar tayyorlayapti. Do'stlari uchun ular osmondan yuborilgan. Yuraklar va gullar, tabassumlar va xursandchilik. Elaning kartalari bu yerga quvonch olib keladi. U yurak chizadi, xabar yozadi. U yozgan maxsus xabar, bir tabassumli yuz va yulduz. Elaning kartalari juda uzoqqa boradi. Ela sevgi bilan kartalar tayyorlayapti. Do'stlari uchun ular osmondan yuborilgan. Yuraklar va gullar, tabassumlar va xursandchilik. Elaning kartalari bu yerga quvonch olib keladi. U ularni bog'lab qo'yadi bog'ich bilan. Ular almashishga tayyor va sevgi oqib bormoqda. Oddiy bir harakat bu haqiqat, lekin bu kichik narsalar juda katta ahamiyatga ega.